Xullas, buni siz aytmoqchisiz, buni qo'yish juda ham oson. Kilometrlab qo'ysa ham charchamaydi odam demoqchisiz-da buni. Osonroq. Ma'mulaga, beton latoklarga qaraganda osonroq buni qo'yish. Ikki ma'mani metalni o'g'irlab ketmasligi uchun qanaqadir zashti bir nimalari bormi? Ushab turadigan aka. Siz ko'rsatib berasizmi? Qaysi ma'ma joylarimi? Bu yerdan nimadir yoysimon plastmassasi bo'ladi, o'rtasida teshik bo'ladi. Ma'mutga shunga bulgaykada qotirib qo'yadi. Keyin buni qo'yib, qotiradi. Ertaga ham darvozani oldiga qo'ysangiz-da, misol uchun ma'mum atsinkovni metalni olib ketib qoldi, latoni o'zi olib ketib qolmaydimi? Demoqchiman. Qotirib qo'yadi bemalol. Xullas, latok oldim. Biolatok degan bo'ladi. Dekorativni juda ham chiroyli ko'rinadi, tashqi ko'rinishlari ham. Plastmassalari ham oddiy plastmassa emas. Agar qo'yilishini to'g'ri o'zining instruksiyasi bo'yicha qo'ysanglar, bemalol 2 tonnadan 30 tonnagacha yuk ko'tarib beradi. Betonga o'tirishlari ham juda ham oson ekan. Ko'rayotganingizdek, o'zini shunga moslab chiqargan shu mahsulotni. Endisi bilan shu 1 metrlik, eni 15 sm, chuqurligi 12 sm, uzunligi 1 metr. 400 ming so'mdan dastavkasi bilan obyektimgacha oldim. Korporativniy kartaga. Ma'lumot o'rnida video tagida kontakt nomer yozib qoldiramiz, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu videoni shu qurilish qotgan tanishlarga jo'natib qo'ysanglar foydali bo'ladi. Sizlar bilan Ta'minot Pro.